Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda AQSh Yaqin Sharqqa elita dengiz piyodalari bo'linmasini yubormoqda. O'zbekiston 2030-yilgacha oltin ishlab chiqarishni 175 tonnaga yetkazadi. Yevropa Ittifoqi davlatlari Hormuz bo'g'oziga harbiy kemalar yuborishi mumkin. Isroil Eron oliy rahbariga tegishli samolyot yo'q qilinganini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi davlatlari Hormuz bo'g'oziga harbiy kemalar yuborishi mumkin. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Netanyahuning o'limini rad etuvchi video soxta ekani isbotlandi. 16-mart kuni Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahuning yaqinda e'lon qilingan videosi sun'iy intellekt yordamida yaratilgani aniqlandi. Bu haqda Tasnim xabar berdi. Netanyahu idorasi bir necha soat oldin bosh vazirning taqdiri haqidagi gap-so'zlarga javoban videoni e'lon qilgan. Biroq internet foydalanuvchilari videoda sun'iy intellektdan foydalanilgan bo'lishi mumkinligini ta'kidlamoqda. Uning fikricha, videoda bir nechta shubhali belgilar mavjud. Masalan, kadrda ko'rinadigan qahva finjoni to'la bo'lsa-da, u ag'darilganda yoki harakatlanganda ichidagi suyuqlik to'kilmaydi. Shuningdek, Netanyahu qahva ichayotgandek ko'rinsa ham finjondagi qahva miqdori kamaymaydi. Bundan tashqari, ayrim foydalanuvchilar videoda bosh vazirning yuz ko'rinishini haqiqiy suratlaridan farq qilishini ham qayd etgan. So'nggi kunlarda Eronning raketa hujumlari fonida Netanyahuning halok bo'lgani yoki jarohat olgani haqidagi taxminlar ijtimoiy tarmoqlar va ayrim xorijiy manbalarda keng muhokama qilinmoqda. Videoning sun'iy intellekt yordamida yaratilgani ko'rsatish uchun ayrim foydalanuvchilar ushbu sahnaga o'xshash tarzda boshqa siyosatchilar, jumladan Fransiya prezidenti Emmanuel Makron ishtirokidagi sun'iy videolarni ham yaratib ko'rsatgan. Yevropa Ittifoqi davlatlari Hormuz bo'g'oziga harbiy kemalar yuborishi mumkin. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Hormuzga harbiy kemalarni yuborishni muhokama qiladi. Buning uchun Yevropadagi husiylarga qarshi Qizil dengizdagi SPS harbiy dengiz amaliyotining mandati o'zgartirilishi mumkin, dedi Yevropa diplomatiyasi rahbari Kaja Kallas. O'zbekiston 2030-yilgacha oltin ishlab chiqarishni 175 tonnaga yetkazadi. O'zbekiston 2030-yilga qadar ishlab chiqarishni oltinda 175 tonnaga, kumushda 500 tonnaga, uranda 15 ming tonnaga, misda 500 ming tonnaga yetkazishni maqsad qilgan. Bu borada amalga oshirilayotgan 22 milliard dollarlik loyihalar doirasida yaratilgan 40 mingga yaqin yuqori daromadli ish o'rinlari yoshlar uchun katta imkoniyat bo'ladi. Hozir respublika faollariga murojaat qilmoqchiman. Yoshlarga yetkazinglar, o'qisin, izlansin. Bunday korxonalarda ishlab hayotda munosib o'rnini topsin, dedi prezident. Bugun ishga tushirilayotgan 3-mis boyitish fabrikasi Yangi O'zbekistonning tog'kon va metallurgiya sanoatini yangi texnologiyali bosqichga olib chiqishiga ishonch bildirdi. Davlat rahbari fabrikani qurishda faol ishtirok etayotgan barcha ishchi, xodimlar, quruvchi va mashinistlar, muhandis va texnologlar, geologlar va konchilar, o'zining tajribasi va kasbiy salohiyati bilan yoshlarga ustozlik qilayotgan faxriylar, loyihaga o'z hissasini qo'shayotgan xorijiy hamkorlarga chuqur minnatdorchilik bildirdi. Fabrikaning yangi mehnat jamoasiga esa kelgusi ishlarida ulkan zafarlar tiladi. Marosimda kombinat ishchilari, mehnat faxriylari, professor, o'qituvchilar so'zga chiqdi. Prezident fabrika faoliyatiga start berdi. Isroil Eron oliy rahbariga tegishli samolyot yo'q qilinganini ma'lum qildi. Isroil Tehrondagi Mehrobod aeroportida zarba berib, Eron oliy rahbari tomonidan foydalanilgan samolyotni yo'q qilinganini da'vo qilmoqda. Bu haqda mamlakat mudofaa armiyasi xabar berdi. Sahal ma'lumotiga ko'ra, zarba 15-mart kuni kechqurun amalga oshirilgan. Qayd etilishicha, ushbu samolyotdan Eronning marhum oliy rahbari Ali Xamenei hamda boshqa yuqori lavozimli amaldorlar va harbiylar foydalanib kelgan. Xabarda aytilishicha, samolyot harbiy ta'minot bilan bog'liq vazifalarni bajarish, shuningdek, ichki va xalqaro parvozlar orqali turli davlatlar bilan faoliyatni muvofiqlashtirishda ishlatilgan. Isroil tomonining ta'kidlashicha, samolyotning yo'q qilinishi Eron rahbariyatining boshqa davlatlar bilan hamkorlikni muvofiqlashtirish hamda harbiy salohiyatini tiklash imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatgan. AQSh Yaqin Sharqqa elita dengiz piyodalari bo'linmasini yubormoqda. AQSh qo'mondonligi Yaqin Sharqqa elita dengiz piyodalari bo'linmasini jo'natmoqda. Bu haqda The Telegraph gazetasi xabar qildi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, 2,5 ming nafar dengiz piyodasidan iborat tezkor guruh Yaqin Sharqqa yo'naltiriladi. Bu bo'linma desant, quruqlik va aviatsiya operatsiyalarini amalga oshirishga moslashtirilgan. Ekspeditsion korpus tarkibida piyoda qo'shinlari, bronetexnika va artilleriyaga ega quruqlik bo'linmasi, vertolyot va qiruvchi samolyotlardan iborat aviatsiya guruhi,
shuningdek logistika va qo'mondonlik bo'linmalari mavjud. Gazetaga ko'ra, AQSh bu missiyaning aniq maqsadini oshkor qilmagan, biroq bo'linmaga Ormus bo'g'ozi ustidan nazoratni qayta tiklash vazifasi yuklanishi mumkin. Mazkur bo'g'oz Fors ko'rfaziga kirishdagi yagona muhim yo'l hisoblanadi. Shuningdek, bu korpus dronlarga qarshi kurashish tajribasiga ham ega. Uning tarkibida radioelektron kurash vositalari bilan jihozlangan va qo'riqlovchi kemalar bor. New York Times nashriga intervyu bergan Pentagonning sobiq yuqori lavozimli amaldorlaridan biriga ko'ra, bu korpusni joylashtirish AQShga Ormus bo'g'ozi yaqinidagi orollarda reydlar o'tkazish imkonini berishi mumkin. Eronga berilgan zarbalar AQShga kamida 12 milliard dollarga tushdi. AQSh Milliy iqtisodiy kengashi direktori Kevin Hesset Qo'shma Shtatlarning Eronga qarshi harbiy amaliyoti hozircha taxminan 12 milliard dollarga tushganini ma'lum qildi. Menga berilgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu raqam 12 milliardni tashkil etadi, dedi u. Men Eron ustidan g'alaba qozonganimizni e'lon qilishni rejalamayapman. Bunga hozircha asos yo'q. Donald Tramp. AQSh prezidentining boshqa bayonotlari. Eron biz bilan muzokaralar o'tkazishni juda istayapti, lekin hozircha qilinishi kerak bo'lgan harakatlarga tayyor emas. Menimcha vaqt o'tishi bilan ular tayyor bo'ladi. Biz Eron bilan gaplashyapmiz, ammo men ular bilan kelishuv tuzishni istaymanmi yo'qmi, bunga ishonchim komil emas. Eron rahbariyatining katta qismi o'ldirilgan, shuning uchun kim bilan kelishuv tuzishimiz ham noaniq. Eronning kamikadze qayiqlari haqidagi video fake, ular sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan. Eronning amaldagi rejimini qo'llab-quvvatlash uchun 250 ming kishi ishtirok etgan miting haqidagi xabar ham fake, u ham sun'iy intellekt orqali yaratilgan. Netanyahu Zelenskiydan Eron dronlariga qarshi yordam so'radi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga Eron tomonidan yuz bergan dron tahdidiga qarshi kurashda yordam so'rab murojaat qildi. Bu haqda Isroilning Ynet yangiliklar portali xabar bermoqda. Nashr manbalari ta'kidlashicha, Netanyahu murojaatini amalga oshirishda Ukrainaning Rossiya bilan mojaro davrida uchuvchisiz havo apparatlarini muvaffaqiyatli qo'lga kiritish tajribasi asos bo'lgan. Shuningdek, Tel Aviv va Kiyev o'rtasida bu sohada hamkorlik imkoniyatlari muhokama qilingan. Ukrainaning Isroildagi elchisi Yevgeniy Karnichuk Kiyevning uchuvchisiz qurilmalari bilan tajribasini e'tirof etgan holda, Ukraina bunday hamkorlikka tayyorligini ma'lum qildi, ammo hozircha ikki davlat rahbarlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri suhbat bo'lib o'tmagan. Avvalroq Eronning Isroilga ko'rsatilgan yordami tufayli Ukraina hududini zarbalar uchun qonuniy nishon deb e'lon qilgani haqida xabar berilgan edi. Shu bilan birga Ukraina rahbari dronlar tahdidiga qarshi kurash uchun Yaqin Sharqqa ukrainalik mutaxassislarni yuborgani ham ma'lum qilingan edi. Amerika rahbari esa mazkur bayonotni rad etayotgan Kiyevning yordami unga hozirda kerak emasligini ta'kidladi. Bu voqealar Eronning yadro arsenali va harbiy imkoniyatlariga nisbatan global xavfsizlikning katta ahamiyatga ega ekanini ko'rsatmoqda.